Assalomu alaykum. Men oliy toifali nevrolog Turg'un Mamxoya Erkinaliyevna. Bugun sizlar bilan oyoqda uvishish to'g'risida gaplashamiz. Oyoqda uvishish odatda biror bir kasallik alomati bo'lib, umurtqa pog'onasining lumbosakral darajada shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Oyoqda uvishish har doim ham patologik hisoblanmaydi. Bu ko'pincha uzoq vaqt bir xil holatda o'tirish natijasida ham kelib chiqadi. Homiladorlik paytida oyoqda uvishish sababi tanada suvni ushlab qolish natijasida karpal tunnel sindromi natijasida yuzaga keladi. Bu ko'pincha ertalablari kuzatiladi. Bolalarda oyoq uvishining sababi esa oziqlanish yetishmovchiligi, vitamin va minerallar yetishmovchiligi hamda sport jarohatlari tufayli yuzaga keladi. Oyoqda uvishish aholi orasida 5% dan 10% gacha doimiy yoki davriy ravishda kuzatiladi. Ko'pincha 50 yoshdan oshgan aholi orasida 20-30% da oyoqda uvishish kuzatiladi. Buning sabablari nerv qisilishi yoki qon tomirlari muammolari sababli bo'ladi. Qandli diabet bilan og'rigan kishilarni 50-60% da, insult bilan kasallanganlarning 40-50% da, osteoxondroz va radikulopatiya bilan og'rigan insonlarning esa 70% da oyoqda uvishish kuzatiladi. Oyoqda uvishish sabablari turli sabablar bilan bo'lishi mumkin. Bu nerv sistemasi kasalliklari, qon tomir sistemasi kasalliklari, endokrin tizimi, infeksion hamda toksik sabablar bilan hamda jarohat va travmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq sabablar bular: ateroskleroz. Bunda qon tomirlar torayib, oyoqlarga kislorod kelishi kamayadi. Tromboz va emboliya natijasida tomirlar torayib, qon aylanishi buzilishiga olib keladi. Chuqur venalar trombozi, Raynaud sindromi, periferik arteriyalar kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Nerv sistemasi bilan bog'liq sabablar: polineyropatiyalar, alkogolli yoki diabetik polineyropatiyalar, tarqoq skleroz, umurtqa pog'onalari kasalliklari, osteoxondroz, disk churrasi, spondilyoz hamda tunnel sindromlar sabab bo'lishi mumkin. Endokrin va metabolik sabablar: bular vitamin B12 yetishmovchiligi, qandli diabet, gipotireoz. Toksik va infeksion sabablar: ximik moddalar va og'ir metallar bilan shikastlanish, surunkali infeksiyalar, travmalar va jarohatlar sabab bo'lishi mumkin. Kasallikning rivojlanish mexanizmi ostida markaziy nerv sistemasi disfunksiyasi, nerv tolalarining zararlanishi hamda qon tomir muammolari yotadi. Nerv strukturasi kompressiyasi periferik nervlar yoki orqa miya ildizlari ezilishi natijasida yuzaga keladi. Bu impulslarning o'tishini sekinlashishiga olib keladi. Qon aylanishi buzilishi va nerv ishemiyasi, ateroskleroz, tromboz hamda polineyropatiyalar natijasida mikrotsirkulyatsiya buzilishiga olib keladi. Bu nervlarning oziqlanishini pasayishiga hamda uvishiga sabab bo'lishi mumkin. Nerv tolalari demilinizatsiyasi, Guillain-Barré, tarqoq skleroz kabi kasalliklarda miyelin qobig'ining buzilishiga, bu nerv impulsining o'tishini sekinlashishiga olib keladi. Metabolik va toksik buzilishlar nerv oqirlarining degeneratsiyasiga olib keladi. Bu oyoqlarda ikki tomonlama uvishishga sabab bo'ladi. Markaziy nerv sistemasi disfunksiyasi, o'tkir ishemik insult, tranzitor ishemik ataka natijasida hamda o'smalar natijasida markaziy nerv sistemasini o'tkazuvchi yo'llari ezilishiga olib keladi. Bu esa sezgini turg'un buzilishi hamda oyoqda uvishishlarga olib keladi. Oyoqda uvishish odatda qon aylanish muammolari, nerv shikastlanishi natijasida infeksiya hamda jarohat natijasida yuzaga keladi. Odatda oyoqlarda uvishish, oyoqlarda quvvatsizlik, uvishish, og'riq, muzlash, jimirlash, muvozanat buzilishi, sezgi buzilishi kabi belgilar bilan birga kechadi. Osteoxondroz va radikulopatiyada oyoqlarda uvishish belda og'riq bilan birgalikda kechadi. Polineyropatiyalarda oyoqlarda uvishish odatda ikki tomonlama bo'ladi. Ko'proq oyoq kaftlarida uvishish bilan namoyon bo'ladi. Qon aylanishi buzilishlarida oyoqda uvishish, muzlash, teri rangining oqarishi, yurganda og'riq bilan bo'lib, ko'pincha bir tomonlama bo'ladi. Nerv qisilishi sindromida nevropatiya ma'lum bir sohada bo'ladi. Ildiz bo'ylab uvishish kuzatiladi. Oyoqlarda uvishish xarakteriga ko'ra o'tkir bo'ladi. Bular o'tkir insult, tranzitor ishemik ataka hamda oyoqlar ishemiyasida kuzatiladi. Surunkali uvishish diabetik polineyropatiya, osteoxondroz hamda tunnel sindromlarida kuzatiladi. Davriy uvishish esa vegeta qon tomir distoniyasida, tarqoq sklerozda kuzatiladi. Tarqalishiga ko'ra uvishishlar bir tomonlama bo'lishi mumkin. Bular radikulopatiya, tunnel sindromi hamda insultda kuzatiladi. Ikki tomonlama uvishish bo'lishi mumkin. Bular polineyropatiyada, toksik neyropatiyalarda, vitamin va minerallar yetishmovchiligida kuzatiladi.
Butun tananing yarmida uvishish esa insult, tranzitor ishemik atakada kuzatiladi. Davriy uvishish ma'lum bir sohalarda uvishish esa tunnel sindromida, radikulopatiyalarda kuzatiladi. Uvishishlar diagnostikasida anamnez, qon tomirlari dopplerografiyasi, kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya, elektroneyromiyografiya, qorin bo'shlig'i a'zolari UZI tekshiruvi, qon va siydik tahlili, qonda qand miqdori, qonda vitamin B12, qonda temir hamda gemoglobin miqdori, qonda elektrolitlar miqdori, qonda tiroid gormonlari miqdori, buyrak va jigar faoliyati hamda immunologik tahlillar o'tkaziladi. Diabetik polineyropatiyada qonda qon miqdorini normallashtirish, metaboliklar, neyroprotektorlar, antioksidantlar ishlatiladi. Mexanik yoki nerv shikastlanishlarda kortikosteroidlar, yallig'lanishga qarshi preparatlar, massaj, elektroforez, UVC, lazer qo'llaniladi. Demilinizatsiya bilan kechuvchi kasalliklarda immunomodulyatorlar, immunosupressantlar ishlatiladi. Qon tomir tizimi bilan bog'liq sabablarni davolashda antigipertensivlar, beta blokatorlar, qon aylanishini yaxshilovchilar, venotoniklar, statinlar, agregatsiyaga qarshi preparatlar ishlatiladi. Nevropatiya va ishemiya bilan bog'liq sabablarni bartaraf qilishda vitaminoterapiyalar qo'llaniladi. Ba'zi holatlarda konservativ davo foyda bermaydigan vaziyatlarda, tunnel sindromlarida, qon tomir bekilishi bilan bog'liq holatlarda operativ davo o'tkaziladi. Oyoqda uvishish uzoq vaqt davom etganda doimiy sensor buzilishlarga, surunkali og'riqlarga, polineyropatiyalar kuchayishiga, nekroz hamda gangrenaga, tromboz va emboliya xavfiga sabab bo'lishi mumkin. Oyoqlarda uvishishlarni oldini olish uchun faol turmush tarzi, stolda uzoq vaqt o'tirmaslik, ortiqcha vazndan qutulish, vitamin va minerallarga boy ovqatlanish, tuz va shakarni kamaytirish, suvni yetarli qabul qilish, oyoqlarni sovuq va namlikdan himoya qilish, qulay oyoq kiyimi kiyish, ichki a'zolar kasalliklarini vaqtida davolash, tibbiy ko'riklardan o'tib turish, qonda qand miqdorini hamda qon bosimini nazorat qilish tavsiya qilinadi. Oyoqda uvishishni uy sharoitida davolash uchun ishqalash, massaj qilish, oyoqni issiq saqlash, issiq vannalar qabul qilish tavsiya qilinadi. Salomat bo'ling, kasal bo'lmang.